Men sizga 6 yillik sahr kasalini 8 kun ichida asoratlaridan qanday qutulganligim haqida gapirib bermoqchiman. Xudo xolasa bu video boshqalar uchun ancha manfaatli bo'ladi, opa. Nimagaki o'zim shifo topdim-da. Inshaalloh bu videoda Hali masalan boshqa gapirganda o'zim ikkilanib nima qilishim mumkin edi, birov maqtab davo topdim falon desam, lekin ishonmasdi deysiz. men o'zimni tanamda shu narsalarni nimadan o'tkazib, o'zimni boshimdan o'tganligi, bu og'riqlar, bu nimalarni o'zimni tanamda his qilganligim uchun mana shunga shifo bo'lgani uchun rozi bo'ldim shu narsaga chiqishlikka, nimagaki mandaqalar minglabda. Avvalambor kasal bo'lishimi, kelib chiqishini sababi 5 oyda ham onadan ham otadan dabdurustdan ajrab qoldim-da. Mana martda dadam o'tib qoldilar, 29da, avgustda 26-avgustda keyin onam o'tib qoldilar. Kasal bo'lishmagan, 1-2 kun ham ko'rpa-tuchka qilib yotishmagan. Dabdurustdan shunday gaplashib o'tirib, shunday jon chiqib ketganda, endi dadam o'tganlarda onam tirik bo'lganlar, biz uncha tushkunlikka tushmaganmiz, bilinmagan. Keyin mana onam o'tganlardan keyin biz oilada o'zi 7 ta farzandmiz, eng kattasi menman. Shok holatiga tushib qolganman-da, endi katta bo'lish ham qiyin ekanda, bu ukalar, singillarni boshqarish, nima qilish, hamma og'irlik sizni zimmangizga tushar ekan. Shu ona, ota yo'qotish juda qiyin bo'lganmi, bilmayman. Endi o'shandan keyin shu 5-6 oydan keyin shu kasal kelib chiqqanini bilmaganman sahrligimda. Endi orada yillar o'tdi, masalan 1 yil, 1,5 yildan keyin tez charchaydigan bo'lib qoldim. Bittamdek hovlini supursam ham yotgim kelaveradi, bir ish qilsam ham yotgim kelaveradi. Keyin ko'pchilikning ichiga kirishda umuman xohlamay qoldim. Nevaralar shovqinini umuman ko'tarmayman. Nevaralar kelsa ham shu tezroq ketsa-yu deb turadigan bo'lib qoldim. Keyin tez mana birov bilan gaplashib o'tirib ham 1,5 litr, 2 litr suv ishtimabasida quyib mineralkami, bosh choymi ichaverardim nimani. Keyin sinalarim ham apa, voy juda ko'p ichyapsiz suvda siz desa ham yo'q o'zi, yo saraton shunga ham bo'lsa kerak deb nima qildim. Keyin oyog'im, boldirim og'riydigan bo'ldi, qaqshab og'riydigan bo'ldi. Undan keyin iringli toshmalar toshiydigan bo'ldi. O'shanda ham ahamiyat bermagan ekanman-da. Keyin oxiri kechasi masalan uyqu yo'q edi. 8 marta, 7 marta shu hojatga chiqish bilan kun tong atib ketardi-da. Keyin oxiri xo'jayinim aytdilarki, qaynam rahmatligim sahr bo'lgan edilar. Ayam ham shunaqa bo'lardilar, oyoqlar og'rirdi, bir topshirib ko'ring deyishdi. Keyin topshirib ko'rsam, o'sha birinchi topshirganimda 19 chiqdi. Keyin battan srochni ishonmadim-da, xususiy tekshiradigan, analiz tekshiradigan nimalar bor edi. Keyin o'sha yerga borib topshirsam ham xuddi o'shanaqa 19 chiqdi. Keyin o'zimiz poliklinikaga bordim, endokrinologga uchradim, uchotka olishdi, metformin dorilar yozishdi. O'zingizda qanaqa holat bo'ldi? Men juda yomon holatga tushib qoldim. Nimagaki qaynam 19 yil sahr bilan yashab o'tgandilar-da endi. Oxirgi paytda pochkalar atkazib bergan, o'pkaga suv to'plangan, yurakda bitta ikkita klapani ishlamay qolgan. Keyin o'pkadan suv oldirardilar. Keyin bu yerda unda dializ Qo'qonda yo'q edi, Farg'onada bor edi faqat. Haftada 3 kun Farg'onaga olib borib qaynamni dializ qildirishardi, qonni yuvishardi, CD alohida, qon alohida qilib. Endi tashvish nimalar bilan yuraverganman-u, sahr bo'lib qoldim deb xayolimga kelmaganda. Keyin xo'jayinim ayaz topshiring dedi, menda ham sahr chiqdi. Shu narsalar xayolingizdan o'tdi keyin. Men shunaqa bo'laman. Shu o'tdi-da, keyin men juda ham haligi nima deydi, og'ir tushkunlikka tushib qoldimki, demak meni ham umrimni hayoti shu qaynamdaqa bo'lib tugarkanda, shunaqangi bo'lib o'lib ketaman ekanda degan nima keldi-da. Umuman hayotga qiziqish ham qolmadi. Bir nimaga intilishim yo'q. Shu qorong'ilikqa kirib olib yotaveraman-da, shu dorimni ichib olaman, yotaman, dorimni ichib olaman, yotaman. Keyin oxiri endokrinologga borsam, lecheniyalar yozgan menga, disol yozgan, tiyagamlar yozgan, kapelniyalar, dorilar yozgan. Foydasi yo'q, turibdi. Qarang mana, siz u davolanish jarayonida ham o'zingiz ishonmagansiz, to'g'rimi? Bo'ldi, men yaxshi bo'lmayman. Bo'lmayman deganman-da endi. O'shaning uchun bu
dori ukollar olib ichsam ham menga umuman saxrini birdan tushirmagan, ta'sir ham qilmagan u dorilarchi. Borib qayta topshirsam 18, 19, 18, 19 chiqavergan. Keyin meni psixologga nima qilishdi? Siz shunaqa tushkunlikka tushib qolgansiz. Sizga eshitmayoq bu hayot tugadi degani bas. Buni davosi bor. Menga dieta qilasiz. Dorilar o'z vaqtida ichasiz. Bu normaga keladi. Faqat dieta qilsangiz siz yaxshi yurasiz deb tushuntirishdi. Lekin sizni hayolingizda shu qaynonangizni hayoti aylanavergan. Shu aylanavergan, ha. Qaynami sinalari ham ikkitalari shuna saxir bilan o'tgan. Bular onalarida bo'lgan ekan, o'shani shunaqangi nima bo'lgan. Keyin nima qilsam, o'zimni onamda ham saxir bo'lgan ekanini bilishmagan ekan. Mana hozir o'zim 79-yil ekan, mendan oldin saxir bo'lgan. 16 yil bo'ldi unga saxir bo'lganiga. Endi u hozir unda ham pochkalar atkaz bergan, o'pkaga suv to'plangan. U ham hozir endi faqat dializ bilan yashayapti-da. O'sha ukam nimamga keldi, hayolimga keldi, nima qilib. Endi boringki juda tushkunlikka tushib qoldim. Qandaydir hayot tugadi endi. Yo'q hayot. Qiziqish yo'q, hech nima qolmadi. Keyin bag'da qizlar, xo'jayinim, o'g'il, voy, aya, buni nimalari tibbiyot rivojlanib yotibdi. Siz unaqa nima bormang panomga. Endi hamma gapiradi, endi o'zingizni taningizdan o'tgan o'zingiz bilasiz ekanda nima qilib. Keyin o'sha lecheni olib nima qilib yurdim, o'sha psixolog bilan gaplashib nima qilib menga ancha dalda bo'ldi, o'sha gaplari, nimalari. Sekin bunday hayotga qiziqish, bunday odamga qo'shilish, shuna narsalar boshlandi. Keyin mana shu dorilaringni reklamasini stop diabetni birinchi bo'lib qayerda ko'rdingiz? Nimada YouTube'da ko'rdim. YouTube'da nimalar ko'rib yotsam stop diabet chiqib qoldi. Keyin bu qanaqa dori ekan deb shunday bossam, shuna saxirga nima qilinib turgan dori ichdim. Intervyularni ko'rdim. Eshitsam xuddi mendagi holat o'shalarda oyoq og'riq, chanqoq, charchashlik, hojatga ko'p yugurish, ko'z xiralashi, asabiylik, hali jinday narsaga ham odam lovullab ketadi, ishtimayoqmikan. To'xta, mendagi holat hammasi mana shularda bo'lib o'tgan ekan deb. Keyin nima qilib ko'rsam, xo'jayinimga shunaqa ekansa, mayli zakaz qiling dedilar. Birinchi ko'rganda ishondingizmi, ishonmadingizmi intervyudagilarga? Xo'jayinimga aytsam, xo'jayinim aytdilarki, "Ayasi hozir hamma narsani reklama qilaveradi. Yaxshi dori bo'lsa, u reklamaga muhtoj bas o'zi u. Ham firmaning dorilariga ishonmang" deb gapirishdi. Keyin endi har safar o'shani ko'radigan bo'ldim. Ko'rgan sari yangi nimalar chiqyapti-da endi, yangi intervyular chiqyapti. Keyin har xil viloyatlardan nima bo'lyapti. Keyin aytdimki, dadasi, keyin endi shu 1.200.000 pulingiz men uchun sizga nimami desam, yo'q, menga nima bas, ayasi mayli olaman desangiz, mayli zakaz qiling dedilar. Keyin zakaz qildim. Mana shu paytda misol uchun mana u videolarda reklama deb o'ylashgan. Siz shuni men ham odamlarga tavsiya qilaman, men ham yaxshi bo'lib bu yaxshilikni boshqalar ham bilish kerak deb men ham bir kun kelib tavsiya qilaman degan xayollar bo'lmagan bo'lsa kerak. Yo'q, bo'lmagan, yo'q, bo'lmagan. Keyin o'sha qildim, dorini olib kelishdi, keyin ichishni boshladim. Dorini 10 kun ichdimda saxir topshirdim. 11 chiqdi. Bir haftadan keyinmi, 10 kundan keyin 11 chiqdi. Keyin ishonmang, oyoqdagi og'riqlar yo'q, pasaydi, hojatga borish yo'q. Masalan, sog'lom odamdan ham kam suv ichadigan bo'ldim-da, chanqashlar ham yo'q. Uyqu normada, mazza qilib uxlab turadigan bo'ldim. Asabiylashish yo'q. Keyin aytdimki, bu rosa, keyin men rosa 95 kilo edim-da, ishonsangiz. Hozirgi holatimdan ham ozg'in edim. Riski ozib ketdim. Riski vес tashlavordim-da. Hamma ko'rganlar qo'rqib ketib, "Voy, nima, tuzingmisiz? Sizga nima bo'ldi?" desa, bir ichim ham og'ridi. Shu darajada xunuk bo'lib ketdimmikin? Shuncha vес tashlavordi, bir xilgilar dieta qilyapsizmi? dedi. Keyin aytdim, "Ha, bir xilgilariga mazam yo'q, bir xilgilariga ha, endi qaraganda vesda nima keragi bor, shug'ullanyapman, shunaqa ham" deb qo'ya qoldim. Keyin shu dorini ichganimdan keyin 5 kiloga semirdim. Keyin bag'atdiki, "Nima dada, ayasi, nima semirib qoldingiz, bilyapsizmi?" dedilar. Keyin o'zimga ham bilinyapti desam, ranglaringiz ham ochilib, betlaringizga bunday qizil yugurib qoldi. Keyin bir ikkita ko'rgan nimalar ham
ranglaringiz ham Yaxshi tiniqlashib o'qiyapsiz. ketibdi. Nima jindek o'zingizga kelib qolibsiz. Bu yerda qaynog'am ham bor edilar, o'sha kishi ham kinoyi o'sha dorini iching deyman sizga hech nima qilmadingiz. Mana kinoyi foydasi bor ekan, qancha o'zgaribsiz. O'zim ham xursandman. Ha, sizga boshqalar ham tavsiya qiluvdimi undan oldin? Iching deb, stop deb. Qaynog'am aytadilar. Ha. Men YouTube'da ko'rmasimdan oldin qaynog'am ko'rgan ekanlar, kinoyi shunaqa dori bor ekan, iching dedilar. Men ishon qilmadim-da. Keyin o'zim YouTube'dan ko'rib shu Keyin ixlos qildingiz. keyin ixlos qilib dadasi olib bering, bitta ichib ko'raychi deb keyin o'sha oldirib, keyin ichdim. Rosa o'zgarish katta bo'ldi-da endi. Qarang, mana yaqinda ham buni ichishingizdan, Zenso diabetni ichishingizdan oldin 20 bo'lib ketdi dedingiz sanqingiz, shundan gapirib bering. Ha, mana 31-kuni 31-mart kuni nimaga chiqdim? Medpunktga o'lchatgani chiqdim. O'tgan safar menga nima berganlaringda, nima beradilaring? Sovg'asiga sahri o'lchaydigan apparat qo'shib berishgandi. O'shanda nima qilganimda, olganimda-da. Keyin nima chiqsam 20. Keyin срочный больницаga deyishdi batdan, endokrinologga borib uchiring dedi. U kishi ham больницада yotasiz deyishdi. CD analizlarim yomon chiqqan, peshobniki ham. Keyin aytdimki, menda unaqa og'ir holat yo'q, yotganim yo'q, suvsaganim yo'q. Nimaga endi shunaqangi baland bo'lsa ham holatim yaxshi dedim men. Desam, yo'q, yotmasangiz bo'lmaydi. Keyin men yotishni xolamadim, yotmayman. Lecheniyani yozib beravering dedim. Uyda olaveraman dedim, qo'shni medsestra dedim. Bo'lmasa yotmayman deb bizga anaqa yozib bering. Yo'llanma. Deyishdi. Ha, yozib berdim, yotmayman deb. Keyin srazi 20 dedi, sizlarga aloqaga chiqdim Bahromjonga. Keyin shunaqangi dori undan oldin o'zlari menga chiqadilar. Apa shunaqa Zenso bo'lib chiqyapti, shunaqa 3 barobar tarkibi ko'tarilgan, effekti zo'r bo'ladi dedi. Voy, meni yozing darrov nimangizga kiriting dedim. Demak, qarang mana, u sanqingiz 20 ga ko'tarilib ketganning sababi stop diabet ichmay qo'yardingiz-da. 20 kuncha pererif bo'ldi-da menda bu doridan. Parhez ham qilmadingiz? Men ilgari buni ichib yursam, men hayotda parhez qilmaganman. Ha. Bu dorini ichib yurib parhez qilmaganman-da. Sog'lom odam qatori yurgansiz. Yuraverganman, yeb ichib, dorini ichib yuraverganman. Sanqingiz necha yurardi shunda odatda? Odatda o'shanda ichganimda 11 chiqqan. Bir hafta ichganimdan keyin. Undan keyin men o'lchatmaganman. Nimagaki holatim yaxshiligi uchun Bahromjon necha ekan desalar ham nima qilaman o'lchab? Men yaxshi yuribman, yaxshiman men deyardim u kishiga hamda. Keyin diyet qilyapsiz? Yo'q, xolagan ovqatini yeyapman der edim. Holatim yaxshi der edim. Keyin bu 15 ga 20 kun pererif bo'ldi. Keyin topshirsam shunaqangi chiqdi. Keyin aytsam, "Apa, ya'ni haftalarga sizga kuryerlarimiz aloqaga chiqishadi." İşte bir hafta kutdim, chiqishmadi. Mana bundan oldingi 6 aprel kuni menga keyin kuryerlar sotuvga chiqishdi. telefon qildi. Yo'q, men Bahromjonga 6 aprel kuni telefon qilsam, "Apa, kuryerlar aloqaga chiqishadi" deyishdi. 7 aprel kuni menga kuryerlar aloqaga chiqdi. Keyin dorini olib kelib berishdi. Demak, siz bu Zenso diabet sotuvga chiqishdan oldinroq zakaz berib oldin qo'ygansiz. berganman. Men bog'lanib turganman, hali sotuvga chiqqan yo'q deyishdi. Boradi deyishdi. Keyin oldimda o'shanda ham saharim o'lchaganim yo'q. Buni 9 kun ichdim. Ichdimda keyin mana kecha avval kuni chiqib o'lchatsam 5.2 deyishdi. Ishonmadim. Bular o'zi ham ishonmadi. Yana boshqadan qanday qilib bir hafta oldin 20 chiqqan. Yana o'lchang, yana boshqadan desam, yana boshqadan o'lchadi-da, "Voy, apa, 5.2 mana" deyishdi-da, "Nima qildingiz?" deyishdi. Ular больницаga jo'natmoqchi edi undan oldin. Keyin aytdimki, "Shu dorimni ichdim, dorim keladi" dedim. "Mana 9 kun dorini ichib, sizlar oldilaringga chiqyapman" dedim. "Mana oyoq og'riqlar yo'q" dedim, "Holatim yaxshi" dedim. "Hamma narsani yeyapman yana" dedim. Ular kuldirib sizlarga ham dadalari Sahir ekan, bir ikkitalar o'sha yerda onalari Sahir ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman dedim. Olib beringlar onalaringga, nimaga dedim. Darrov uyga keldimda singlimga telefon qildim. "Hey, singchi ber, ha, Sahirim 5.2 bo'lib qolibdi." Ular ham xursand. Keyin bitta senimi o'rtog'i, nima, xo'jayinining o'rtog'ining ayasi 25 ekan, больницаga yotqizgan, olib ketibdi ekan. Keyin, "Apa, o'sha nimangizni, doringizni nomerini bering" dedi. Nomerini bering, ham video qilib tashavvoring, o'sha o'rtoqlariga tashavvoringlar, onasi shunaqa ekan dedi. Men mana shu stol ustida turganiki, men ochib
ko'rsatib, korobkalarni ko'rsatib, nomerlarni ko'rsatib, mana men shundan shifo topdim. Nima, onangizga olib bering, rosa ham yaxshi dori deb videoga olib, men tashlab yubordim o'sha balaga avvalgina nima qilib. Endi kimga bo'lsa aytyapmanki, nima tepada xudo turibdi, buni maqtash yo buni foydasi uchun reklama qilish bas. Sahr bo'lganlar biladi buni o'zini ichidan o'tayotganini, azobini sahrda boshidan o'tkazgan insonlar biladi. O'shaning uchun hammaga aytaman, olinglar, yaxshi bu mana. Ayniqsa mana yangi chiqqani juda ham yaxshi chiqdi. Mana men sahrim 20 edi. Ichgan bo'lsam 9 kunmi 8 kun ichdim. Mana nimasiga tushibdi sahrim ham deb hammaga aytayotibman. O'zimni tanish bilishlarimga ham hammaga aytayotibman. Nimagaki hali sahr deb eshitsangiz, xuddi hayot tugagandek bo'lib qolar ekanda. Xuddi hali hayot yo'q endi siz o'limga mahkum odamdek o'zingizni his qilasiz. Bu sizni hayotga qaytaribdi. Qaytardi haqiqatda. Mana hali xursand bo'lganimdan yig'lab ham bordimda. O'sha yerda ko'zimdan yoshlar chiqib ketdi. Unga ular, "Voy apa, nima yig'laysiz?" dedi. Men hayolimga keltirmaganman sahrim shu 5:02 chiqishini. Men rosa qiynalib turdim shu nimadan. Kechqurun normalniy uyqu yo'qmi deb yotsangiz ham qaytlaringizdir og'riydi. Og'rimagan joyingiz o'zi yo'q. Dam pochkangiz og'rib qoladi, dam yuragingiz g'alati bo'lib qoladi. Endi oyoq og'riqdi-ku, gapirmasa ham bo'ladi. Hali oyog'ingiz og'raversa o'shanga moslashib ham ketar ekanda odam endi o'sha og'riqlarga. Lekin og'riq qoldiradigan ko'pem bormi, bolnol bormi? Rosa ichdim oxirgi paytlari ham. O'shalar ham kor qilmay qo'ydi-da. Endi gap to'g'risi mana Allohga shukr, sizlar bor ekansizlar. Mana endi Allohim nazar solganmi sizlarga bilmayman. Mana endi avvali sahrda yo'q qilib olmaydi hech narsa-yu, lekin shuni asoratlari yo'qoladi-da. Asoratlari mana pochka, jigar, yurak, masalan mana ko'z nuriga ta'sir qiladi. Mana o'shalar oldini olib, mana ko'zlarim yaxshi, hali ham mana mayda harflarni achkisiz o'qiyman, Allohga shukr. Oldin ancha xiralashib qolganmidi? Xiralashgan, televizorda ham qandaydir shivashganga o'xshab. Nima, tuman, bu arada tuman borga o'xshab anaqa ko'rinardi-da, deng. Mana massalaringni ishlatyapman. Oyog'imdagi og'riqlar umuman yo'q. Mana massani jon rohatida. Mana massani ham hattoki hali revmatizmi bor. Oyoq og'riqlarga ham aytayapmanki, "Hey, olinglar, bitta sahrniki bas ekan bu. O'sha nimalariga ham ekan" deb tavsiya qilyapman. Boringki, qo'yingki, sizlardan juda minnatdorman. Biz hozir qayerdamiz, opa? Sizlar hozir Qo'qon shahridasizlar, Qo'rg'oncha ko'chasidasizlar. Mana shu bizni qo'qonliklar ko'rayotgan bo'lsa, shu vodiyliklar ko'rayotgan bo'lsa, mana Gulnoz opamiz chin qalbdan, iloyim chin qalbdan. Mana men shifo topyapman shu dori orqali. Qolganlarga ham Allohim shifo bersin. Iloyim meni ham, sizlarni ham yuzlaringni yorug' qilsin. Iloyim haligi nima deydi, bir xilgilar, nima uchun ham chiqaveradi, gapiraveradi. Yo'q, unaqangi bas. Mana Allohning yonida, Allohning o'rtaga qo'yib, o'zim aytayapman. O'zingizni boshingizdan o'tkazganingiz. Shifo topdim. Shu narsadan shifo topdim. Inshaalloh qolganlarga ham iloyim shifo bersin. Inshaalloh. Mana opamizning holatiga havas qilganlar shu videoga like bosib, kommentariyada o'zini fikrlarini bildirib qo'yishadi. Maşallah, juda xursand bo'ldik. Bu dori haqida to'liq ma'lumot olish uchun mana raqamlarimiz ham bor. 55 kodi bilan 503 0505 raqamiga telefon qilishsa, o'zi mutaxassislarimiz o'zi ma'lumot beradi. Buni tarkibi nima, qanday ichish kerak, qachon ichish kerak, hammasi haqida ma'lumot beradi. Keyin, misol birinchi marta olayotgan odam bo'lsa, unga vrach biriktiriladi. Mana sizga Bahromjon vrach biriktirilgani hozirgacha xabar olib turarlar. Masalan, men anchadan beri ichyapman. Xabar olib turarlar. Keyin o'zim tushunmagan joyim bo'lsa, telefon qilaman-da qizlarga, doktorimga ulab beringlarsam, ulab berishadi. 5:02 ekan, diabetdan ichamanda 60 lik ichardim. Uyga kelib olib, keyin ichaymikin diabetonni, ichmaymikin. Buni ichib oldim. Keyin telefon qildim. Doktorimga ulab qo'yinglar deb. Keyin Bahromjon, shuna 5:02 bo'pti desam, "Voy opa, yaxshi. Dedilar, diabetonni nima qilay endi?" desam, "Yo'q, uni birdaniga to'xtatmang, yarimtadan ichib turing. Dozasini kamaytiring, yarimtadan" deyishdi. Endi ichyapman mana. Ustalarni ishlatyapman, ko'ryapsiz. Mana kirlarni yuvyapman. Shunaqangi mana iloyim Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Rahmat, katta. Hammaga shifo bersin. Iloyim mana sahri bor insonlar
olinglar. Bu haligi pul uchun, boshqa uchun reklama emas. O'zim boshimdan o'tkazganim uchun sizlarga ham tavsiya qilaman, iloyim. Allohim dardlaringga shifo bersin, iloyim. Rahmat.